Assalomu alaykum, qadrli Ekoterim kuzatuvchilari. Bugun 24-oktyabr 2025-yilga bitta 150 litrlik yo'limizni berib yuboryapmiz. Andijonda buloq boshiga. Reklamamizdan ko'rsak, qilibdilar. O'zimiz ishlab chiqarishimizdan. Kimga shunaqa aqlli yo'llar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qisalarning batafsil ma'lumotlarni tushuntirib beramiz. Manzil Kirgili eski temir bozori deyiladi. Ro'parada qizil saman mo'ykamiz bor. Bu tomonda yopiq stadion. Kelganda o'ng tomonda keladi ishxonamiz. Atrofdan narxlarimiz arzonroq. Sababi o'zimiz ishlab chiqaramiz, olib sotarli emas. Stanoylarimiz, lazerimiz, gipimiz o'zimizda. Shuni hisobiga atrofdan ko'ra arzonroq sotamiz. 1 yil garantiya qog'ozlari bor. Yo'limizga 1 yil davomida garantiya beramiz. Garantiyasining ichiga shu biz aytgan kvadratlarga isitmay qolsa, choklar yorilib ketsa, suv qo'yib yuborsa, bizning hisobimizdan bo'ladi. Yo'lda remont qilib beramiz. Agar qila olmasak, yangisiga alishtirib beramiz.